Demak, mana bu ushbu holatda ko'miladi. Iloji boricha turpoqni ko'proq tashlash kerak. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli dehqon bog'lar. 2025-yil bugun 4-aprel. Mana kechki kartoshkani ekyapmiz. Xolasa kechki urug' bo'ladiganini erta qilib ekyapmiz. Mana bu siz ko'rayotgan yerimiz sal notekisroq bo'lganligi uchun, suv ko'llab qolmasligi uchun 70lik emas, balkim buni orasini 45 ga 85 chizib ekyapmiz. Demak, mana bu oralig'i, mana bu joyi 85, mana buni orasi esa 45. Ko'rishlaringiz mumkin. O'sha kechki urug'. Bular qora kartoshka. Xolasa buni hosilini ham hozir ko'rsatamiz. Kartoshka ekish, uni hosildorligiga erishish, aynan qanday hosildorlikka sirlar masalalari bo'yicha aynan ushbu ijtimoiy tarmoq, ya'ni YouTube kanalimizni kuzatib boring, podpisatsiya bosing. Kerakli ma'lumotlar, dehqonchilik borasidagi maslahatlar demak berilib boriladi. Mana bizda ham rivojlanish bor. Gapirganimiz ham yo'q. Demak, mana bu ushbu holatda ko'miladi. Iloji boricha turpoqni ko'proq tashlash kerak. Mana